Bugun kelgan manzilimiz Olmazor tumani Oxunboyevga kelganmiz. Mana shu hovlimiz sotuvga umumiy yer maydoni 3 sotudan iborat. Ko'chalarni ko'rasizlarmi, keng qotlarida qilingan tekis, asfalt, suv, gaz, svet, kanalizatsiya muammosi yo'q. Ichkari kirib video obzorini qilamiz. Video davomida albatta narxni ham aytamiz. Uyimizga kirganimizda darvozxonani ko'rasizlarmi? Ikkita mashinangizni bemalol sig'ib, bu yoqqa karavot qo'ysanglar ham bo'ladi. Qaranglar, bu tarafda o'zining asosiy binosi, asosiy bino kirish eshigi bo'pti. Bu tarafda o'rtada yashil hudud, bu tarafda qo'shimcha binosi, bu tarafda yer to'lish qismimiz bo'pti. Bitta asosiy bino ko'rsatib obzorini qilib beramiz. Video davomida qo'shimcha binolarni ko'rsatib obzorini qilib beramiz. Asosiy binoga kirib kelganimizda hol ko'rasizlarmi, keng ko'tarilgan, bu yoqqa divanli zona qilib qo'yishgan, stol-stol qo'yishgan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bo'pti. Bu tarafda o'zining yuvinish xonasiga ega, bu tarafdan o'zini bitta oshxonasiga ega. Oshxonasidan tashqari hovliga chiqsanglar ham bo'ladi. Hovliga qaragan oynalar ham bor. Birinchi etajni ko'rdinglar, ikkinchi etajni obzorini ko'rsatib beramiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda ikkinchi qavat ko'rasizlarmi? Chap tarafimiz birinchi ko'rtirganimiz o'zining ota-ona yotoqxonamiz bo'pti. Bu tarafda o'zining bitta mehmonxonasi ko'rib turganlaringiz. Yurtkilar kamimiz bu tarafdan yana bitta xolasiz mehmonxona, xolasiz yotoqxona qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu bitta o'zining yuvinish xonasiga ega ko'rib turganlaringiz. Yurtkilar kamimiz bu tarafimizda ham bitta bolalar uchun yotoqxona qilingan. Asosiy binoni ko'rdinglar, endi qo'shimcha binolarni ko'rsatib obzorini qilib beramiz. Qo'shimcha binosiga kirib kelganimizda birinchi ko'rayotgan xonamiz o'zining mehmonxonasi bo'pti. Mehmonxona qaraydi. Remontlar yaxshi holatda bo'pti. Bu tarafda o'zining yuvinish xonasi ko'rib turganlaringiz. Bu tarafdan ikkinchi qavatga chiqib kelganimizda ikkinchi qavatimizda ko'rib turgan bitta ota-ona yotoqxonamiz bo'pti. Yongina bitta bolalar uchun yotoqxonamiz bo'pti. Uyimizni ko'rdinglar, bu tarafda o'zining qo'shimcha binosi bo'pti. Qo'shimcha binosidan ko'rdinglar, bu tarafdan qo'shimcha binosiga yer to'lasiga tushadi, yer to'lasiga ham ega. Uyimizga umumiy yer maydoni aytayotgan 3 sotudan iborat, xonalar soni 8 xonadan iborat, plus oshxonasiga ega. Uyimizning narxini 250 ming dollar bilan baholashyapti. Yana o'tib bergan joylari ham bor ekan. Lokatsiyamiz Olmazor tumani Oxunboyevga kelganmiz. Qiziqqanlar pastki nomerlarni qo'llansangiz, bemalol telefon qilib, so'rab barakasini qilsanglar bo'ladi.